Agar sizning uyingiz, kvartirangiz, hovlingiz, dala hovlingiz, do'koningiz, ofisingiz, omboringiz yoki ijaraga berilayotgan ko'chmas mulkingiz bo'lsa, 2026 yildagi yangi qoidalar sizga bevosita tegishli. Bu mavzuni e'tiborsiz qoldirish juda qimmatga tushishi mumkin. Ortiqcha soliq, jarima, hujjat bilan bog'liq muammo, mulkni sotishda to'siq. Merosni rasmiylashtirishda kechikish yoki ijara daromadi bo'yicha tekshiruvlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun ko'chmas mulk egalari nimalarga tayyor bo'lishi kerakligini sodda tilda misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni hozirning o'zida like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odam muammoga tushgandan keyin emas, oldindan eshitilganda foyda beradi. Avval ko'chmas mulk masalasida ko'pchilik bitta narsaga suyanib yashardi. Menda kadastr bor, demak hammasi joyida. Lekin 2026 yildan boshlab faqat kadastr hujjati borligi yetarli bo'lmay qoladi. Endi davlat organlari ko'proq ma'lumotlarni elektron bazalar orqali solishtiradi. Kadastrdagi maydon, amaldagi qurilish, soliq bazasi, kommunal hisoblar, ijara shartnomalari, meros va oldi sotdi bitimlari. Hatto ayrim hollarda sun'iy yo'ldosh yoki elektron xaritalardagi o'zgarishlar ham e'tiborga olinadi. Oldin odam hovlisiga bitta xona qo'shib qurardi, tomni yopardi, garaj qurardi, lekin hujjatni yangilashga shoshilmasdi. Keyin qilamiz. Hech kim so'ramaydi. Soliq ko'payib ketmasin deb yurardi. 2026 yildan asosiy o'zgarish shunda bo'ladiki, rasmiy maydon bilan real maydon o'rtasidagi farq ko'proq ko'rinadigan bo'ladi. Bu esa soliqni qayta hisoblash, hujjatni tartibga keltirish talabi yoki ayrim vaziyatlarda jarima xavfini keltirib chiqaradi. Yana bir muhim o'zgarish ijara bozoriga tegishli. Ko'pchilik kvartirasini og'zaki kelishuv bilan ijaraga beradi. Har oy naqd pul oladi yoki karta orqali pul tushadi. Lekin shartnoma yo'q. 2026 yilda bunday holatlar ancha xavfli bo'lishi mumkin. Chunki pul aylanmalari, kommunal iste'mol va mulk egasining deklaratsiyalari o'zaro solishtirilishi ehtimoli kuchayadi. Men buni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Mulkdan daromad olayotgan odam buni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirsa, keyin tinch yuradi. Birinchi navbatda nimalarni bilish kerak? Eng muhim masala, mulkingizning hujjatdagi holati bilan real holati bir xil bo'lishi kerak. Kadastr pasportida kvartira 62 kvadrat metr deb ko'rsatilgan bo'lsa, amalda u 62 kvadrat metr bo'lishi kerak. Hovli 6 sotiq deb ko'rsatilgan bo'lsa, foydalanayotgan yer ham shunga mos bo'lishi kerak. Agar siz qo'shimcha oshxona, hammom, ikkinchi qavat, ayvon, garaj, savdo xonasi yoki ombor qurgan bo'lsangiz, buning hujjatdagi aksini tekshirish kerak. Masalan, bir oilaning hovlisi kadastrda 120 kvadrat metr turar joy deb turibdi. Lekin ular 2023 yilda yana 5 kvadrat metr qo'shimcha xona va yozgi oshxona qurishgan. Hujjatda bu yo'q. 2026 yilda ma'lumotlar solishtirilganda real qurilish ko'rinib qolsa, soliq organi yoki kadastr xizmati nega maydon yangilanmagan degan savol berishi mumkin. Natijada oila avval hujjatni to'g'rilashga, keyin yangilangan maydon bo'yicha soliq to'lashga majbur bo'ladi. Agar qurilish ruxsatsiz, normalarga zid bo'lsa, vaziyat yanada murakkablashadi. Ikkinchi masala ko'chmas mulk solig'i. 2026 yilda ko'chmas mulk solig'ida asosiy e'tibor mulkning real qiymati va foydalanish turiga qaratilishi kutiladi. Ya'ni bitta xonadon oddiy yashash uchun ishlatilsa, boshqa xonadon kunlik ijaraga, ofisga yoki mini mehmonxonaga aylantirilgan bo'lsa, ularga yondashuv bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mulkingizdan qanday foydalanayotganingiz juda muhim. Misol keltiraman. Toshkent shahrida bir kishi 3 xonali kvartirasini oyiga $6,000 ijaraga beradi. Agar shartnoma tuzilgan, ijara daromadi rasmiy ko'rsatilgan bo'lsa, hammasi aniq. Ijara haqi, soliq, ijarachi huquqi, mulk egasi majburiyati. Lekin shartnoma bo'lmasa, ijarachi ertaga men depozit berganman, qaytarmayapti deb shikoyat qilishi mumkin. Yoki mulk egasining kartasiga har oy 7-8 million so'm tushib tursa, bu daromad manbai haqida savol tug'ilishi mumkin. Rasmiylashtirilmagan ijara nafaqat soliq, balki nizoli vaziyatlarda ham mulk egasini himoyasiz qoldiradi. Uchinchi masala, meros va ulushli mulk. Ko'chmas mulk bir kishining nomida bo'lsa-da, amalda u yerda bir nechta merosxo'r yashashi mumkin. Ota-onadan qolgan hovli 4 farzandga tegishli, lekin faqat bittasi foydalanadi. Oldin bu yillar davomida ochiq qolaverardi. 2026 yilda ko'chmas mulk bilan oldi sotdi, garov, ijara yoki rekonstruksiya qilmoqchi bo'lsangiz,
Ulushlar masalasi oldindan tartibga solinmagan bo'lsa, ish to'xtab qoladi. Masalan, AKK otadan qolgan hovlini sotmoqchi. Kadastr otaning nomida qolgan. Onasi vafot etgan, meros ishi ochilmagan. Farzandlardan biri Rossiyada, biri Turkiyada, biri boshqa viloyatda. Xaridor topilgan, pul kelishilgan. Lekin notarius bitimni rasmiylashtira olmaydi. Chunki merosxo'rlar aniqlanishi, ulushlar belgilanib, mulk yangi egalar nomiga o'tkazilishi kerak. Bu jarayon bir haftada emas, ba'zan bir necha oyda hal bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, meros masalasini sotish paytida emas, oldindan tartibga keltiring. 4-masala tijorat maqsadida foydalanish. Ko'p odam o'z uyining bir qismini do'kon, go'zallik saloni, tikuv sexi, o'g'u markazi yoki ofis sifatida ishlatadi. Bu daromad keltiradi albatta, lekin hujjatda mulkning vazifasi turar joy bo'lib tursa, amalda tijorat faoliyati yuritilsa savollar paydo bo'ladi. Sanitariya, yong'in xavfsizligi, qo'shnilar roziligi, kirish-chiqish yo'lagi, shovqin, avtoturargoh masalalari ham ko'tariladi. Masalan, ko'p qavatli uyning birinchi qavatidagi xonadon go'zallik saloniga aylantirilgan. Har kuni 20-30 mijoz kirib chiqadi. Qo'shnilar lift, yo'lak va shovqindan shikoyat qiladi. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, mulk egasi nafaqat faoliyatni to'xtatish talabi, balki jarima yoki qayta rasmiylashtirish xarajatlariga duch kelishi mumkin demak. Mening mulkim, xohlaganimni qilaman degan qarash ko'chmas mulkda doim ham ishlamaydi. Mulk huquqi bor, lekin u boshqa odamlarning huquqi va shaharsozlik qoidalari bilan chegaralanadi. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchidan, oxirgi yillarda uyiga qo'shimcha qurilish qilganlar. Ikkinchidan, kvartira yoki uyini ijaraga berayotganlar. Uchinchidan, kadastr hujjati eski bo'lganlar. To'rtinchidan, meros mulkini rasmiylashtirmay yurganlar. Beshinchidan, uyini tijoratga aylantirganlar. Oltinchidan, yer uchastkasi chegarasini aniq bilmaydiganlar. Ayniqsa qishloq joylarda devor shu yerda turganiga 30 yil bo'ldi degan dalil har doim ham huquqiy dalil bo'la olmaydi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning mulkingiz kadastrda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, qo'shimcha noqonuniy qurilish yo'q bo'lsa, soliq qarzingiz bo'lmasa, ijara daromadingiz rasmiy bo'lsa, meros va ulush masalalari hal qilingan bo'lsa, siz uchun katta xavf kam. Lekin baribir men yiliga kamida bir marta shaxsiy kabinet yoki tegishli xizmatlar orqali ko'chmas mulkingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib turishni maslahat beraman. Chunki xatolar ham bo'ladi. Maydon noto'g'ri kiritilishi, soliq qarzi noto'g'ri chiqishi, eski ma'lumot bazasida qolib ketishi mumkin. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik bilmaydigan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat. Har qanday qo'shimcha qurilish avtomatik ravishda qonuniylashtiriladi degani emas. Ba'zi odamlar soliq to'lasam, demak qurilishim qonuniy bo'ladi deb o'ylaydi. Bu xato. Soliq to'lash mulk mavjudligini bildirishi mumkin. Lekin qurilish shaharsozlik, yong'in xavfsizligi, sanitariya yoki yer ajratish qoidalariga zid bo'lsa alohida muammo bo'lib qolaveradi. Masalan, hovli egasi ko'chaning umumiy yo'lagiga chiqib, devorini 20 metr oldinga surib olgan. Yillar davomida hech kim indamagan. Lekin yo'l kengaytirish, kommunikatsiya ta'miri yoki qo'shni shikoyati bo'lsa, men soliq to'laganman degan gap yetarli bo'lmaydi. Chunki yer uchastkasining chegarasi kadastrda qanday belgilangan bo'lsa, huquqiy asos o'sha. Ortiqcha egallangan yer qaytarilishi yoki devor buzilishi talab qilinishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Qarindoshlar o'rtasidagi kelishuv hujjat o'rnini bosmaydi. Bu uy akamniki, lekin men yashayman. Hovli opamga tegishli. Lekin biz kelishib olganmiz. Dadam og'zaki menga bergan kabi holatlar juda ko'p. Ammo notarius, sud, soliq yoki kadastr uchun og'zaki kelishuv yetarli emas. Mulk kimning nomida bo'lsa, asosiy huquq o'sha shaxsda bo'ladi. Agar kelajakda nizo chiqsa, og'zakivada isbotlash qiyin bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Ijarani rasmiylashtirish faqat davlat uchun emas, mulk egasining o'zi uchun ham himoya. Shartnomada ijara muddati, to'lov kuni, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit, mulkka zarar yetkazsa qanday qoplanishi, muddatidan oldin chiqib ketish sharti yoziladi. Agar bular yozilmasa, ertaga ijarachi konditsionerni buzib ketsa, devorlarni shikastlasa, kommunaldan qarz qoldirsa, mulk egasi o'z haqqini olishda qiynaladi. Masalan, kvartira oyiga 4 million so'mga berildi. Ijarachi 2 oy yaxshi to'ladi, keyin to'lovni kechiktirdi. Kommunal qarz 1 million 200 ming so'mga yetdi. Shartnoma bo'lmasa, mulk egasi chiqib ketdi. Ijarachi esa men hali topmadim deb cho'zadi.
Shartnoma bo'lsa, muddat, majburiyat va javobgarlik aniq bo'ladi. Bu oddiy qog'oz emas, bu sizning xavfsizlik yostig'ingiz. 4-nozik jihat. Ko'chmas mulkni sotishdan oldin hujjatlarni tekshirmaslik katta xato. Ko'pchilik xaridor topilgandan keyin yurishni boshlaydi. Lekin xaridor bank krediti yoki ipoteka orqali olsa, bank hujjatlarini yanada sinchiklab tekshiradi. Kadastrdagi nomuvofiqlik, soliq qarzi, taqiq, garov, aliment yoki ijro hujjatlari bo'yicha cheklov bo'lsa, bitim to'xtaydi. Shuning uchun sotmoqchi bo'lgan odam kamida 2 oy oldin hujjatlarini tekshirtirish kerak. 5-nozik jihat. Eski kadastr hujjatlari. Ba'zi odamlarning hujjati 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida olingan. Undagi chizmalar, maydonlar, nomlanishlar hozirgi elektron tizimga to'liq mos kelmasligi mumkin. Bu hujjat yaroqsiz degani emas, lekin amaliyotda yangilash kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa oldi-sotdi, hadya, meros, ipoteka, rekonstruksiya yoki bo'lib berish jarayonida yangi kadastr ma'lumotlari talab qilinadi. 6-nozik jihat. Kommunal xizmatlar bo'yicha qarzlar. Ko'chmas mulkni sotayotganingizda elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi xizmatlari bo'yicha qarzlar aniqlanishi mumkin. Ba'zan qarz sobiq egadan qolgan bo'ladi. Ba'zan hisoblagich noto'g'ri ishlagan bo'ladi. Ba'zan to'lov qilingan, lekin tizimga tushmagan bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, mulk bitimidan oldin faqat kadastr emas, kommunal ma'lumotnomalarni ham tekshiring. 7-nozik jihat. Ko'p qavatli uylarda umumiy mulk. Yo'lak, tom, podval, lift, zinapoya, tashqi devorlar umumiy mulk hisoblanadi. Siz kvartira egasi bo'lsangiz ham podvaldan o'zingizcha ombor qilish, yo'lakka eshik qo'yish, tomga qurilma o'rnatish yoki tashqi devorni buzib vitrini ochish har doim ham mumkin emas. Bunda boshqa mulkdorlarning huquqlari va tegishli ruxsatlar muhim. Endi eng muhim qism. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, kadastr hujjatlaringizni toping va tekshiring. Kadastr pasporti, davlat ro'yxatidan o'tganligi haqidagi hujjat, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi yoki sud qarori bo'lishi mumkin. Hujjatda mulk egasi kim, maydon qancha, yer maydoni qancha, obyekt turi nima deb yozilganini ko'ring. Agar real holat bilan hujjat o'rtasida farq bo'lsa, buni yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, soliq qarzingizni tekshiring. Soliq organlarining elektron xizmatlari, shaxsiy kabinet yoki mahalliy soliq inspeksiyasi orqali ko'chmas mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarz bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz chiqsa, darrov to'lashdan oldin uning qayerdan kelib chiqqanini tekshiring. Ba'zan maydon noto'g'ri bo'lishi mumkin, ba'zan eski qarz hisoblangan bo'lishi mumkin. Shubhali holatda yozma murojaat qiling. 3-qadam. Agar mulkni ijaraga berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Shartnomada ijarachi pasport ma'lumotlari, ijara muddati, oylik to'lov, to'lov usuli, kommunal xarajatlar, depozit, mulk holati, tomonlarning javobgarligi aniq yozilsin. Kvartirani topshirayotganda dalolatnoma tuzing. Ichida nima bor? Televizor, muzlatgich, kir yuvish mashinasi, mebel, konditsioner hisoblagich ko'rsatkichlari, telefoningizda video qilib saqlab qo'ying. Bu kelajakda bahs chiqsa, dalil bo'ladi. 4-qadam. Qo'shimcha qurilish bo'lsa, kadastr yoki shaharsozlik bo'yicha mutaxassisga murojaat qiling. Buni qonuniylashtirish mumkinmi? Qanday hujjat kerak? Yer chegarasidan chiqmaganmi? Qo'shnining huquqiga ta'sir qilmayaptimi? degan savollarni aniqlang. O'zboshimchalik bilan yana qurishni davom ettirmang. Chunki bir marta noto'g'ri qurilgan narsani keyin buzish, qayta chizish. Jarima to'lash ancha qimmatga tushadi. 5-qadam, meros masalasini kechiktirmang. Agar mulk vafot etgan ota-ona, turmush o'rtog'i yoki boshqa qarindosh nomida qolgan bo'lsa, notariusga boring. O'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari, merosxo'rlar pasportlari kerak bo'ladi. Agar meros muddati o'tib ketgan bo'lsa, notarius yoki yurist bilan maslahatlashib, qanday yo'l borligini aniqlang. Mulkni ishlatib yurish boshqa, huquqiy egasi bo'lish boshqa. 6-qadam, mulkni sotmoqchi bo'lsangiz, oldindan tozalang. Soliq qarzi yo'qmi, kommunal qarz yo'qmi, taqiq yoki garov yo'qmi, ulushdorlar rozimi, turmush o'rtog'i roziligi kerakmi, voyaga yetmagan farzand ulushi bormi, bularni tekshiring. Xaridor topilgandan keyin muammo chiqsa, u ishonchini yo'qotadi yoki narxni tushirishga harakat qiladi. Hujjati toza mulk doim qimmatroq va tezroq sotiladi. 7-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Agar kadastrda xato bo'lsa, soliq noto'g'ri hisoblansa,
kommunal qarz noto'g'ri chiqsa, faqat og'zaki gap bilan cheklanmang. Ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javob raqamini saqlang. Elektron murojaat yuborsangiz, skrinshot va javobni saqlang. Huquqiy masalada men borgan edim, aytishdi degan gapdan ko'ra yozma javob kuchliroq. 8-qadam. Har bir to'lovni iz bilan qiling. Soliq, ijara, kommunal, ta'mir xarajatlari bo'yicha cheklar, bank o'tkazmalari, kvitansiyalarni saqlang. Ayniqsa ijarada naqd pul olsangiz ham tilxat yoki elektron tasdiq bo'lsin. Keyinchalik to'ladim, to'lamadingiz degan bahslar ko'p uchraydi. 9-qadam. Qo'shnilar bilan bog'liq masalalarni e'tiborsiz qoldirmang. Devoringiz, tomingiz, suv oqimi, kanalizatsiya, shovqin, biznes faoliyati qo'shniga ta'sir qilsa, u shikoyat qilishga haqli. Ko'p tekshiruvlar aynan qo'shni shikoyatidan boshlanadi. Shuning uchun qurilish yoki tijorat faoliyatidan oldin qo'shni huquqlarini hisobga oling. 10-qadam. Yilda kamida bir marta mulkingiz bo'yicha profilaktika qiling. Men buni tish shifokoriga borishga o'xshataman. Og'riq boshlangandan keyin emas, oldin tekshirtirsangiz, muammo arzon va tez hal bo'ladi. Kadastr, soliq, kommunal, ijara, meros, ulushlar hammasini bir marta ko'zdan kechiring. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun asosiy qoida shunday. Mulkingiz hujjatda qanday bo'lsa, amalda ham shunday bo'lishgan bo'lsa, rasmiy bo'lishi kerak. Meros va ulush masalalari kechiktirilmasligi kerak. Soliq, kommunal qarzlar nazoratda bo'lishi kerak. Eng katta xavf qoidaning o'zida emas, keyin ko'ramiz degan beparvolikda. Agar sizda uy, kvartira, hovli yoki ijaradagi mulk bo'lsa, buguni hujjatlaringizni tekshiring. Izohlarda yozing, sizning mulkingiz bo'yicha eng katta savolingiz nima? Kadastrmi, soliqmi, ijarami yoki merosmi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir ko'chmas mulk egasiga kerak bo'ladi.